Angliyalik ekspertlar Husanovning o'yinini qanday baholadi? Angliya Premyer Ligasining 28-turidan o'rin olgan Nottingham Forest hamda Manchester City uchrashuvi bo'lib o'tdi. Garchi o'yin davomida Josep Gvardiola shogirdlari ustunlik qilgan bo'lsa-da, g'alaba o'rmonchilarga nasib qildi. Mezbonlar Yoshka Gvardiol va Edersonning bo'shroq zonasidan foydalanib g'alaba to'pini kiritdi. Abduqodir Husanov bu bahsda ham to'liq harakat qildi. Legionerimiz maydonda eng yaxshi o'ynagan futbolchilardan biri bo'ldi. Angliya futbolini yoritib kelayotgan cityextra.com.uk portali ekspertlari shaharliklarning harakatlarini 10 balli tizimda quyidagicha baholadi. Ederson 5 ball. Uchrashuvning 66-daqiqasida Callum Hudson-Odoining xavfli zarbasini qaytardi. Biroq keyingi vaziyatda shu hujumchi darvozabonning yaqin burchagiga gol urib ketdi. Mateus Nunes 6. O'ziga bildirilgan ishonchni oqlay olmadi. Bir necha shubhali qarorlarni qabul qildi. Himoyaga nisbatan yarim himoyada yaxshiroq o'ynadi. Oqibatda o'rnini Rico Luisga bo'shatib berdi. Abduqodir Husanov 8 ball. Husanov hammani hayratga solishda davom etmoqda va maydonda Manchester City'ning eng yaxshi o'yinchisi bo'ldi. Umuman olganda o'zbek futbolchisi yanvarda jamoaga kelganidan beri himoyadagi ishonchli o'yini bilan Josep Gvardiolaning ishongan himoyachisiga aylanib bormoqda. Nottingham Forest bilan bo'lgan bahsda ham Abduqodirdan to'pni olib qo'yish, ishonchli himoyalanish, uzoq masofalarga aniq paslar seriyasini ko'rdik. Raqib hujumchilari Hudson-Odoi va Chris Wood Husanovdan umuman o'tolmadi. Ruben Dias 7. O'ziga ishongan holda ancha xotirjam harakat qildi. Gol urilgan vaziyatda Hudson-Odoini to'xtatib qololmadi. Yoshko Gvardiol 7. Raqib gol urgan vaziyatda hujumchiga yetarli darajada qarshilik ko'rsata olmadi. Biroq uchrashuv davomida hujum tashkil qilishda ham faollik ko'rsatdi. Doku Sivonyu va Silva bilan chap qanotda turli kombinatsiyalar uyushtirdi. Bernardo Silva 6,5. Avvaliga o'z qanotida raqib himoyasini yorib o'tolmadi. Maydonga Kevin De Bruyne tushganidan keyin o'yini ochildi. Nico Gonzalez 6. Maydon markazida o'rmonchilarni to'xtatishga harakat qildi, lekin oltin to'p sohibi Rodrining darajasiga yetishga ancha bor ekan. Savino 6. Markaziy hujumchi Erling Haalandga birorta qulay pas uzata olmadi. Phil Foden 6. O'yin boshidayoq gol urish uchun imkoniyat bo'lgandi, biroq keyingi paytda Foden o'yinlarda yo'qolib qolmoqda. Jeremy Doku 7. Manchester City hujum chizig'idagi eng yorqin o'yinchilardan biri bu gal o'z mahoratini ishga sola olmadi. Erling Haaland 6,5. Norvegiyalik to'purlar raqib himoyachilaridan o'tishni uddalay olmadi. Harakatlari samarasiz ketdi va u maydonni quruq tark etdi. Rico Luis 6. Zaxiradan o'yinga qo'shilib o'ng qanotdan joy oldi, lekin uning harakatlari ham raqib himoyasidan o'tishga kamlik qildi. Mateo Kovacic 6,5. O'yin oxirida jamoasini mag'lubiyatdan qutqarishga yaqin kelgandi. U yo'llagan zarba darvoza ustuniga yaqinlashganda yong tomonga burilib ketdi. Kevin De Bruyne 6. Maydonga tushishi bilan jamoasi hujumlarni tashkil qilishga kirishdi, lekin shu kuni o'rmonchilar yaxshi himoyalandi. Umar Marmush 6,5. O'yinga qo'shilgani bilindi. Haalandga gol urishi uchun vaziyat yaratib berishga harakat qildi,